Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov qurilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, aholi uchun munosib yashash sharoitlarini yaratish hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga xizmat qiluvchi loyihalar ijrosini Termiz shahri, Termiz, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Sho'rchi tumanlarida o'rgandi. Dastlab Termiz shahri Manguzar mahallasi Farovon massivida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joylar hamda O'zbekiston mahallasida joylashgan Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy markazi viloyat filiali binosini ta'mirlash ishlari ko'zdan kechirildi. Shuningdek, Mavaro turar joylar majmuasida joriy etilgan xavfsiz shahar tizimini Abdulla Avloniy, Bo'ston va Jayxun mahallalarida ham yo'lga qo'yish, turar joylarni zamonaviy ko'rinishga keltirish, raqamlashtirish hamda infratuzilmani yaxshilash ishlari o'rganildi. Viloyat rahbari turar joylar qurilishi va tibbiyot muassasasini ta'mirlash ishlari rejadan ortda qolayotganini tanqid qilib, mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berdi. Hammasi bir qilib tashlamaydi. Oynasi uchiga rasm chizib yuborishimiz kerak. Mana shuga shunday mehr berishimiz kerakki, rayhon ustida o'rganish kerak. Keyin mana bo'lsa mana niyatani ko'p ikkitish kerak. Hamma kechqurun o'rib uyiga qo'yib qo'yish kerak niyatni. Lashab qiladi. Elektrositga o'qib qarang. Shu yerda kabel qilaman. Buni kabel qilib, ularni bo'ya, deralar to'g'ri. Shu qurilganiga keyin elektr bor, hamma o'lib ketavergan shitlarni to'g'rilab. Mana ularni bo'yasi. Qilamiz. Podyezdlar ham digani bo'ladi. Keyin deralar qarab, orasini yoshirish bo'ladi. Oxirigacha shunday hammasi. Men deyman, sho'pa chiroyli bo'lsa, uyalganini tozalab qo'yib, qo'shib. Tozalaydi, hamma tozalab yotadi. Keyin tashqariga bir rayhon ektirsin. Chiroyli bu gullar gullab tursa yerda. Kechqurun bolalar chiqib o'ynasin. Ataflinani xudoolasa boshlandi. Ataflina qilib, sizlar ichkarida qo'shnilar bilan tayyor turinglar. Uyni ichiga ham bergan. Ataflina ham bo'ladi. Prezidentimiz pul berdi. Isitish qozoni ham bo'ladi, sentralizm, uylar issiq suv, sovuq suv bo'ladi. Suv 24 soat kelyaptimi hozir? Ha, ketdi, to'g'ri. Mana, atrofga yuzlab tursa Shundan so'ng Termiz tumanida Surxon daryosi bo'yidagi 106 gektar maydonda istirohat bog'ini o'z ichiga olgan zamonaviy ko'p qavatli turar joylar majmuasini barpo etish loyihasi taqdimoti ko'rib chiqildi. Loyihani ishlab chiqishda suv bo'yi hududlarini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish, shuningdek kelgusi 50 yillik demografik o'zgarishlarni inobatga olgan holda takomillashtirish vazifalari belgilandi. Shu yerning o'zida tuman hokimi og'ir toifadagi mahallalarda amalga oshirilayotgan infratuzilma ishlari yuzasidan axborot berdi. O'rganish ishlari Jarqo'rg'on tumanida davom ettirilib, Yangi O'zbekiston massivida infratuzilma obyektlarini barpo etish ishlari ko'zdan kechirildi. Mas'ullar yo'l, elektr energiyasi, ichimlik suvi, oqova va issiq suv tarmoqlari, issiqlik tizimlari hamda kanalizatsiya infratuzilmasini qurish ishlari, shuningdek davlat investitsiya dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida axborot berdi. Qumqo'rg'on tumanida esa ko'prik qurilishi, Bog'aro mahallasida ko'p qavatli turar joylar barpo etish, sanoat zonasidagi lotlarni ishga tushirish hamda infratuzilmani yaxshilash ishlari bilan tanishildi. Shu bilan birga kriminogen vaziyat og'ir bo'lgan Yangi shahar mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar ham ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng Sho'rchi tumani Bobur mahallasida joylashgan sobiq paxta tozalash zavodi hududida Sho'rchi Eco City turar joylar majmuasi qurilishiga start berildi. Ta'kidlanganidek, qurilish va ta'mirlash ishlarini zamonaviy shaharsozlik talablari asosida barcha infratuzilma va demografik o'zgarishlarni inobatga olgan holda amalga oshirish, yo'l va kommunikatsiya tarmoqlari yuklamasini aniq hisoblash hamda ishlar ustidan samarali jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. O'rganish ishlari yakunida Qoqqaydi mahallasidagi 19-sonli maktab hududida qurilayotgan qo'shimcha 210 o'rinli bino hamda qurilishda foydalanilayotgan mahsulotlar sifati ko'zdan kechirildi. Qurilish jarayonida mavjud o'yingohga zarar yetkazilgani keskin tanqid qilinib, mas'ullarga hududni qurilish materiallari va chiqindilardan tozalash, o'yingohni zamonaviy sharoitlar asosida qayta jihozlash, workout maydonchasini tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi.